27 may G'umrasiy kitapxonalar kuni Zey Xalq kitapxonasi uyushuğa 125 yıl. Soppuq Rafikov ismindagi o'zak kitapxonada Aligunaydan zo'r bayram o'zib, G'olijanab kitapga madhiya o'qildi. Bayramda rayon boshlig'i o'rinbosari Sergey Urazaykin, rayon boshqarma komissiyasi yetakchisi Emil Galiyev qatnashdi. Veteranlar o'rnida turgan bo'ldi. От всей души поздравляю. Sizni hunariy bayramingiz Zey Xalq kitapxonasi uyushuğa 125 yıl bilan tabrik etam. Sizning har biringiz ma'lumot beruvchi ham kengashchi. Bugun ma'lumotli texnologiyalar o'sish olgan chirda sizga javoblilik birma-bir orta, tez ham sifatli xizmat ko'rsatuvga ehtiyoj kishiga. Kun sayin foydali ish boshqarasiz, kitob, gazeta, jurnallar orqa xalqqa turmush haqiqatini tushuntirasiz, deydi Sergey Urazaykin. Bu vaqt ichida kitapxona zo'r madaniy zamoncha uchiriniga o'rildi. Hem ol xalqning ruhiy merosin, yetkarlarini saqlovda, uni xalqqa yetkazuvda zo'r xizmat qo'ya. 2030 yıldan biz turli proyektlar ishlab, ularni turmushga oshiramiz. Rayon avullarında edebiyat hem tug'an yil kitob bayrami o'za, edebiyat, madaniyat hem ilhom proyektida respublikaning ko'riniklari bilan uchrashuvlar uyushtiriladi. Og'imdagi yilda Elfiya Siddiqova, Vera Hamidullina, Oyrat Safiyanov bilan uchrashuvlar o'zida Seriya Botirshina. Bayram meros ansambli solistlari chiqishlari bilan urilib bordi. Birda turli ko'rgazmalar, kompozitsiyalar uyushtirildi. И радуемся вашим успехам. Kitapxonada har vaqt professionallar ishlaydi. Ular zamon talablarini tuya bilan, shunga bizning sistema respublikada olinlar etinde qiziqsinib turamiz, unishlarini suyunamiz, motor ishchilar bo'ldiralar, deydi Roza Valiyeva. Chorada aktiv kitob o'qishlar turli nominatsiyalarda bo'laklandi. Bir turkum kitobxonachi, rayon boshlig'i, rayon boshqarma komiteti yetakchisi, madaniyat idorasi boshlig'i rahmat xatlarini ega bo'ldi. Razina Kashapova, Yulka Zamarova, Zey xabarlari.